Shu tashkilotlarniki Xitoyni parchlash uchun harakat qilmoqlikning ifodasi. Xitoyni parchlash uchun maydonni aniq bildirmaganlikning ifodasi. Undan keyin bayatni siz deganda dunyo hurriyatini Xitoylab ehtillar ekan o'g'ilimiz. Xitoylarniki tillab qo'yishi, uningki tushib bergan chiqarib qo'yishi hatto bu yangi bir narsa emas uchun. Bu Xitoyniki dushman qilgan narsa emas. Bu tarixda men takrorlanib o'tgan narsa. Hatto kommunistlar, Xitoy kommunistlari Gomindangni urushayotgan chog'da Gomindangniki ichiga so'kkan Xitoyniki bir shpiyonni jonjeshi bilib qolib, shu shpiyonni tutayli deb gumon qilgan chog'da Xitoylar qanday qildi desangiz, mavzuning boshqa kommunistlar uni qatta tutib beruvchi qildi. Ne tutib olsak o'ldirdigan deb 10 eng xatarli degan 10 kishiningki tizimligini berib, shu o'zininki jasusini ikkinchi o'ringa tuzib qo'yishadi. Shuni bilan demak, bu bizning odamga unda buni gumonlansak bo'lgan deb jonjeshi. Shuni bilan uni gumonlanmaydi, oxirida mag'lub bo'luvchi. Bu taktika bu. Faqat bir taktika hamda. Xitoyniki o'yini shu bir-birimizga birisini chiqarib qo'yib, birisini maqtab qo'yib, birisini tillab qo'yib, o'tirimizni belgilashga sezishni o'tirib chiqargan o'yini bu xolos. Ahvol bu. Undan keyin boshqa tushunmagan gap so'z bo'lib qolsa, o'tirib qo'ysangiz bo'ldi.